Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan PlayStation 3 ni qandoq kompyuterga yo noutbukka через FTP Ethernet kabel ulab o'yinlarni tashashi yoki video xolislarni o'tkazishni o'rganamiz. Kimdadir fleshka bo'lmay qolishi mumkin, kimdadir жесткий disk SSD bo'lmay qolishi mumkin o'yin tashashga, mana PlayStationga. Noutbukka yoki kompyuteri bor bo'lib qolishi mumkin. O'shanda shunaqa vaziyatlarga kerak bo'ladi. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Bizga yo noutbuk yo kompyuter, Ethernet kabel. Ethernet kabelni bir yoq uchini PlayStation 3 orqasiga tiqamiz, ikkinchi uchini yo kompyuterga yo noutbukka tiqib olamiz. Keyin PlayStationga настройкasiga kiramiz, настройки сетиga kiramiz. Настройки сетиga kirib настройки соединения с интернетом kiramiz. Okey. Специальныйni bosamiz. Проводной bosamiz. Определить автоматически tanlaymiz. Дальше. Oxirsida X knopkasini bosamiz. Test qilish shart emas, chunki baribir internet bo'lmaydi. Buni IP adresini bilish uchun birinchisiga chiqamiz. Список настройки и состояние соединения ni bosamiz. Kutib turamiz. IP adresini PlayStation chiqarib beradi. Hammanikida har xil bo'ladi. Bu mani PlayStation'imdagi IP adres, ya'ni 169.254.232.66. Shuni daftargami yo telefongami rasmga olib olasizlar. Keyin noutbukka yo kompyuteringizga borib o'tasizlar. IP adresi yozib olganimizdan keyin programma kerak bo'ladi. Bizga programma FileZilla degan nomi bilan. Menda MacBook, Windowsda ham xuddi shunaqa programma bor. Programmamizga kirib olamiz. Manager saytiga kiramiz. Oldingi qilganim udarить spashina. Чтобы sizlar boshidan ko'rishingiz uchun новый saytda bosamiz. Sizlarda o'zingizlarning PlayStationingizda qaysi IP adresi bergan bo'lsa, o'shani bu yoqqa yozasizlar, host degan joyga. Masalan, meniki 169 254 232 66. Shifrovaniyega использовать обычный FTP ni bosamiz. Kodga anonimni bosamiz. Настройки передачиga kiramiz. Активныйni bosamiz, ограниченияni bosamiz. Соединить bosamiz. Okey. Bo'ldi, ulandi. Bu PlayStation'imizning ichi hisoblanadi. Xo'sh, agar o'yin tashlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, HDD 0. Mana bu yerda hamma o'yinlar qanaqa formatda tashlashlarini bundan oldingi videolarda ko'rsatib qo'yganman. Bu nimasi bilan qulay? Fleshkaga skachat qilib, oldin yuklab olib, keyin multimanlarga kirib o'tirish shart emas. Primoy shu yerdan tashaverasizlar. Xohlagan, masalan, ISO formatingizda, masalan, 20 gigabaytli o'yinlar bor. O'sha 20 gigabaytli o'yiningizlar kompyuteringizda bo'lsa, skachat qilingani olib, masalan, ISO obrazi mana ISO papkasiga PS3 ISO ga tashlanadi. Bundan oldingi videoda ko'rsatganman qaysi papkalarga tashlashlari. Masalan, video ko'rmoqchi bo'lsanglar, videoni mana hozir udalить qilamiz deb. Boshqatdan tashlab ko'rsataman. Bu kompyuter o'zida turgan video.
olib kelib ustiga qo'yib yuboramiz. Mana уже загрузка ketdi. Sizlarda bundan ham tezroq o'tishi mumkin. Chunki meniki hozir kabelim to'g'risini aytsam, unaqa yaxshi kabeldan emas. Agar Cat 5, Cat 6 degan kabellar bor. U gigabitniy skорость, но где-то o'shalarda 50 megabit, 60 megabit, 70 megabitgacha stabilni bera oladi. Chunki PlayStation 3 chiqqan payti gigabitniy anaqalar соединениyalar chiqmagan bo'lgan. 100 megabitgacha katalog. Mana videoni tashab o'zi yuklab oldi o'ziga. O'yinlarni ham xuddi mana shunaqa qilib yuklab, o'zini xotirasiga yuklab olsa bo'ladi PlayStation 3. Keyin PlayStation 3 o'yinlarini agar mabodo qiziqtirsa qayerdan olishlar, silka qoldiraman. Telegram gruppam bor. To'g'rirog'i kanal. PlayStation 3 o'yinlari yuklab qo'yganman. Xohlaganinglarni olib sketch qilib, ISO formati ham bor, PKG formatlari bor. Xohlasanglar oddiy papkali o'yinlar bor. Har xil o'yinlarni jamlab qo'yganman. Virusi yo'q. Bemalol sketch qilib olsanglar bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bizani ko'rishni davom ettiringlar. Vaqtim bo'lganda qiziq videolarni, shunga o'xshagan videolarni qo'yib boraman. Xudo xolasa PlayStation 4 ham qo'yaman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, nimalar kerak, nimalar o'rganmoqchisizlar. Aqlimizni yetgancha xudo xolasa o'rgatamiz. Rahmat.